Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazali yumshoqqina pirojki tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 250 gram suv, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiqda tuz, 1 choy qoshiqda shakar va 1 choy qoshiq dro'ja kerak bo'ladi. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. 400 gram unimizni elakdan o'tkazib solib, yaxshilab yana aralashtiramiz. 100 gram o'simlik yog'ini solib, hosil bo'lgan massaga yana ozgina un solib, yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamir qilib olamiz. Xamirimizni 40 minut yoki 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Xamirlarimiz mana shunday bo'laklarga bo'lib, yoyib, ichiga kartoshkali nachinkamizni solib tugib olamiz. Qizib turgan yog'ga solib, orqa oldini qip-qizil bo'lguncha qovurib olamiz. Mazali pirojkimiz tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.